jannatdagi eng ulug' maqom, ya'ni Allohning beradigan eng ulug' ne'mati nima? Jannatda eng ulug' maqom Yunus surasida bir oyat keladi-da. Lillazina ahsanul husna va ziyada. Ularga ahsanul husna, chiroylik va ziyoda narsa beriladi dedi. Eng ziyoda narsa shuncha yil ibodat qilgan, shuncha yil suhbatlashgan, har bir namozda shuncha yil gaplashgan, ko'rmagan Robbimizni ko'rar ekan. Subhanalloh. Shuncha yil ko'rmagan Robbimiz vujuhu yawma idin nadira, yuzlar mushtoq bo'lib ana uzoqga qarar ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadi: innakum satarawna robbakum, sizlar Robbinglarni xuddi mana bu to'liq bo'lib turgan tundagi oyni misolichalik aniq to'kis ko'rasizlar dedi. Jannatdagi eng katta ne'mat bu shu Robbimizni ko'rishligimiz ekanda. Alloh taolo hammamizga mana shu Alloh taoloni ko'rishlikni, bu Alloh sizlardan rozi bo'ldim, endi sizlarga g'azab qilmayman deb aytishligini va shu noz ne'matlardan yeb abadiy yashab, ayolimiz bilan, ota-onamiz bilan, farzandlarimiz bilan shu jannatda birga yashashligimizni nasib etgan bo'lsin. Amin. Aytganingiz kelsin. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Baraka, Alloh ilmingizni yanada ziyoda qilsin. Aytishadi, har bir banda avvalida yaxshi inson qilib yaratilgan deydi. Yomon odamlar ham, hatto yomon odamlar ham yaxshi inson qilib yaratilgan ekan. Faqat ular gapirishni, yurishni o'rganib olishganlaridan keyin o'zlariga yomon odatlarni jamlay boshlagan deydi. Dunyoda yomon insonlar yo'q, faqat yomon odatlar mavjud ekan. Alloh bizlarni xulqlarimizni go'zal qilsin, qalblarimizni iymon nuri bilan taomlantirsin deya ko'rsatuvimizni yakunlasak. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.